Demek avvalambor assalomu alaykum abituriyentlar, ustozlar, o'quvchilar. Demek Biokimyo Abdullayev kanali uchun hozirgi kunda masalan sertifikatda yangi masala savollarda masalan F2, biz genetikada o'rganganmiz, heterozigot organizmga chalishtirganda F1 topganmiz, nitrogenda, o'z-o'zi F2lar topganmiz, lekin mana F1 dan masalan F2, F3, F4, F5 avlodlarga o'tmaganmiz. Hozir shuni chiqarishni, sonini topish va oson, oddiy usulda topishni sizlarga bilmoqchiman. Demak, u qanday bo'ladi? Hozir to'g'risi soat kechqurungi 1, bilmayman, men kompyuterim yonib o'chgandi. Zaryadimdan to'xtatib ishlatyapman, 7:30 ko'rsatyapti. Video dars yozgandim, to'g'rirog'i hozir video dars yozgandim. Lekin ovozsiz ana bo'lib qolibdi. Ovoz yozmabdi video darsda. Mana uni har birini chizib, yozib, men shuni tushuntirgandim. Hech qaysi gapimni yozmabdi. Videoning o'zi bor, lekin ovozsiz bo'lib qoldi. Shunga hozir qaytadan tushuntirib chiqyapman, lekin noldan yozib o'tirmam, shunga yozib tayyor qilgandim. Xo'p, buni qanday o'rganamiz? Men masalan geteronni o'zim qizil, masalan oq pushti genotipni oldim. Biz buni o'rganganmiz, o'zimizdan bilamiz. Heterozigotlarni chalishtirganda qisqa ko'paytirish formulasi mana 1-1 ga chalishadi. Shunda 1-2-1 nisbatda olinadi. Endi F2, F3, F4, F5 avlodlar qanday olinadi asosida? Xo'p, biz mana ko'ryapsiz, yozib qo'yganman, tayyor. Buni yozishdan avval men yerda tushuntirgandim, buni tashlab ketgandim. Xo'p, F1 ni ola olamiz mana. F1 olingan. Qoradagi F1 avlod. Bu mitoz jarayoniga asoslangan bo'lib, mana ikkita katta, mana alohida ajralib chiqadi ikkita katta. Xo'p, ikkita kattaning o'zidan bitta katta chiqadi. Mana ikkita kattaning bittasidan yana bitta katta chiqadi. Xo'p, keyin bu getero holat bitta katta, bitta kichkina. Bundan ham bitta katta, bitta kichkina chiqdimi? Bitta kichkina, ikkita kichkina chiqadi bittaning o'zidan. Bo'lyapti, mitoz usulida bo'layotgan bo'lsa, bunda ham xuddi shunday bo'ladi, chunki o'zini allenda bunda katta dominant homozigotaga o'xshash bo'ladi, bitta katta. Har biridan ikkitadan chiqadi. Endi buni tushundingiz. Mitoz jarayoniga asoslangan uchun o'zi bo'ladi. Kattani o'ziga o'zi chalishgan uchun mana boshqacha rangni oldim. Katta, to'rtta katta. Ikkinchisida mana bitta qizilga olib qo'yganman. Nima uchun? Har bittada almashadi. Katta, ikkinchisi kichkina. Kichkinani bo'ldim, keyingisi katta. Kichkina. Katta, kichkina. Bu o'ziga o'xshagan charcha. Endi nisbat qanday olinadi? Nisbat olinishini men Yametdan o'qigandim, boshqa jarayondan o'qigandim. Mana kattada nechta bor? 4 ta bor. Getero holatda nechta bor mana? 1, 2. Bunisida ham 1, 2. Mana bunga e'tibor berasizlar, faqat joy almashib qo'ygan. Ya'ni mana qonunga bo'ysunmaganda alifboga avval dastlab katta bo'lish kerak edi, kichkina bo'lish. Unday bo'lmadi. Chunki tushuninglar deb turib to'g'ri qayerdan kelayotganini yozish uchun shuni ham oldim. Shundaqadan 4 ta chiqdi mana biz qo'ydim. Keyin mana kichkina 4 ta. Mana keyin. Endi bitta narsaga e'tibor beramiz. 4 ta bu yerdan to'g'ridan chiqadi. Getero holatda mana alar bor. Bitta, bundan bittadan bitta chiqadi. Shunda bundan bitta ikkita. Shu ikkitani ham bunga qo'shiladi, jami 6 ta bo'ladi. 4 ta mana geteroda o'zgarmaydi. 4 ta bo'ldi, mana 4 ta 6 nisbat. Endi kichkina ham xuddi shunday, katta bilan bir xil bo'ladi. Bundan mana kichkina bitta, bundan bitta ikkita. 4 taga ikkita qo'shilsa 6 ta bo'ladi. Nisbat demak 6, 4, 6 nisbat. Mana men yozib qo'yganman. 6, 4, 6 nisbat. Endi sizlarga testda DTMda tushmasingiz, sertifikat imtihonlarini chiqsa yoki masala ishlatganingiz, men 3, 2, 3 nisbat ustoz xato ekan deb yurmanglar. Bu kitobda ham bor. Mana bu nisbat qisqartirilgan variant. Ya'ni 1,5 ga nisbat ola olmaydi, chunki matematika unaqa xunuk bo'lib ketadi, unaqa chiroyli ko'rmaydi, chunki 1,5 talik organizm bo'lmasligi mumkin, lekin 3, 2, 3 nisbatda bo'lishi mumkin. Ya'ni 6 ni 3, 4,5 2, 6,5 3 nisbatda kelib qolishi ajab emas. Kelib qolsa, shuni tushunasizlar demak. Asl nisbat 6, 4, 6. Xo'p, endi 6, 4, 6 masalan keyingisi 28 bo'lsa 14 nisbatda mana bu 68-60 nisbatdan kelishi mumkin-da, chunki bu biologiya emas, bu matematikada shunaqa nisbatga kelishi mumkin.
Xo'p, mana bu sizga buni hozir tushunib oldingiz deb o'ylayman. Endi yana buni qaytadan bir ko'rasiz. Endi yozib tushuntirgandim, har bir alohida yozib, uni video dars kattaroq video dars bo'lgan, vaqt ko'proq bo'lgan, lekin gapirib tushuntirgandim. Bilmayman, mikrofon yonmay qolibdi, ovoz yozmadi hozir. Unga qaytadan videoga ovoz yozay desam, yaxshi chiqmar ekan. Shuning uchun shu yozgan darsligimni o'ziga qaytadan tushuntirib, ovozli qilib qaytadan yana olyapman. O'sha videoni o'ziga qilib olib o'tirmadim. Uni yozganimni qaytadan qilib o'chirib qo'yib o'tirmadim. Chunki soatim kech bo'lib ketdi. Demak, sizga hozir bu tushunib oldingizku mana F2 ni. Masalan, F1 da, F2 ni, F3, F4 qanday bo'ladi? Ularni ham shunday olsak vaqtimiz ketadimi degan savol bor. Ana shuni topish uchun mana oddiy usulda yozib qo'yganman. Bunisi mayli, buni tushunib olasiz, videoda, ko'p joyda videoda, YouTube'da, boshqa tarmoqlarda, internetda ko'rib o'rgangandirsiz, lekin sizga mana bu keragi, mana bu nisbatlar. Qanday mana F2 ni topishni o'rgandim. F1 da yozib qo'ydim. F2 ni yozib qo'ydim, boya. Endi buni topishni o'rgandik, mayli bir xil rangda qilib. F3 qanday topiladi? Biz F3 ni topish uchun masalan, men bu yerda boya yozgandim, endi qaytadan yozib tushuntirib beraman. Keyin o'chirib tashlayman. Xo'p, qorani oldik. Biz boya masalan bitta mana zigot mana bitta katta A dan 4 ta katta A chiqishini o'rgandik, to'g'rimi? 4 ta katta. F2 dan nechta chiqdi? F2 dan 6 ta chiqdi, 6 ta katta. F3 da qanday bo'ladi desa, 6 tadan ham har biridan 4 tadan chiqsa, nechta chiqadi? 24 ta katta bo'ladimi? 24 ta katta. 24 nima? 28 yozdim. Bu 28 chiqadi kerak. Shoshilmay turamiz. 24 ta katta chiqdi. Endi bizda bunaqa getro holati ham bormi? Bunaqa getro holati bor. Tushunasizmi? Getro holati bor. Demak, 4 taligidan 2 ta chiqyapti-da. 4 taligidan yo'q mana. 8 taligidan 2 ta chiqadi degan. 8 taligidan 4 ta chiqadi. Men hozir buni 8 taligini sizga tushuntirsam tushunmay qolasiz. 4 taligidan 2 ta chiqayotganini tushuntirsam, 4 taligidan 2 ta chiqayotganini tushuntirayman. Xo'p, keyin uni oson-so'zla aytaman. 4 tadan 2 ta chiqsa, 8 tasidan qancha chiqadi desangiz, 4 ta chiqadi. O'sha 4 tani mana qo'shib qo'yasiz. Shunda 28 ta bo'ladi. Bo'ldi, 28 ta katta bo'ldimi? F nechada bo'lyapti hozir? F4 dan F3 ta. 28 ta katta bo'ldimi? Kichkina ham xuddi shunday 28 ta bo'ladi. Boshqa xotirishlardan. Yana buni hozir men bitga o'chirib tashlayman, oddiy usulda tushuntirib beraman. Qanday oddiy usul? Masalan, F2 da mana F1 da masalan A dan 4 ta chiqdimi? Bittalik mablag'dan 4 ta chiqqansa, bizda hozir bundan nechta bor? 6 ta bor. 6 talik chiqadi F2 da. F3 da qanday bo'lsa 24 ga qo'ydik, 24 talik chiqadi. Keyin boyagi 4 ta getro holatidan 4 tadan chiqsa, 4 ta undan qo'shiladi 28 ta. Buni qanday tushunayotganini tushunmasligingiz mumkin. O'shani tushunib olish uchun bitta qonuniyatni sizga aytib beraman. Men bu yerda yozib qo'yganman, yozib chizib boya tushuntirgandim. Mana buni eslab qoling bo'ldi mana. 2 ta, mana uni qizil qilib qo'yganman. Har o'zgarganda mana bular o'zgarishi mumkin, lekin mana buniki bitta qonuniyat bor. 2, 4, 8, 16. Undan keyin masalan men bu yerga yozaman. F5 olinadigan bo'lsa, mana bu 32 bo'ladi. 32 bo'ladi. Mana 32 bo'ldi. Mana 120 ni 4 ga ko'paytirasiz. 120 ni 4 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 480 bo'ladi. Shoshilmaysiz, 480 qo'ygan. Mana bu 32 ni yarmi qo'yish, chunki yarmi kattasi bor. Bunga qo'shasiz 16 ni 496. Mana bu yerga 496. Demak, bu ham 496. Asl qonuniyat, mohiyat mana buni tushunib olishingiz kerak. 2, 4, 8. Shuning uchun mana yozib qo'ydim. Mana bu yerda 2, 4, 8 F4 da olishni qarang. Siz 2, 4, 8 buni 8 tushundingizmi? 2 karra ochdimi? F4 da 16 bo'ladi. Bu 28 4 ga ko'paytirasiz 112. Mana 16 ni yarim o'tadi yoki mana F3 dagi 8 yozib qo'yasiz. Yarmi chunki ikkita katta bo'ladi. Qo'shsangiz 120, bu ham 120. Sizlarga manfaatli bo'lganidan xursandman. Kanalimiz mana bu yerga yozib qo'yganman. Bu kimyo Abdullayev.